Voy jinnimisan, to'y bo'ldi degan gap kerak yo'q. Meni ham yerga tegishga ko'zim tushib turgani yo'q. Erga tegib olaman deb bitta bola tug'ib olgandan keyin alimentni bo'yniga ilib qo'yaman, bo'ldi, sho. Turtib bosib o'tishgan. Shohona mebelimizni naqdga 8,5 million, bo'lib to'lashga 627 ming so'mdan. Nima qilaylik, dastlabki beraylikmi? Da siz dastlabki qildirib turing, men hozir pul topaman. Alo. Assalomu alaykum. Maya qarang, siz qanaqa otasiz o'zi? Bolani kashasi yo'q, pampersi yo'q, necha kundan beri xolodilnikda hech nima yo'q. Aliment berish niyatingiz bormi sizni? Bitta aliment seni shu ahvolga soldimi? Aliment xotinimning maqsadi edi, xolos. O'g'limni sog'indi.